Akalar mana 6 talik naborlarimiz keldi, so'rayotganlar. Tugab qolgandi. Albert brendidan ko'rishingiz mumkin. Bu ancha-muncha shu maketda kronlardan ham ancha zo'r tushyapti. Ko'proq olib keldik, shuning uchun. Hop, bu yerda perforatini ko'rishingiz mumkin. Hop, 128 volt 4 ta batareykasi chiqadi. Bu 3 ta rejimda ishlaydi. Keyin gaykavorti bor. Mana gaykavorti ham bemalol yengil ishga beradi. Qiynab qo'ymaydi uncha. Keyin bu yerda mini pilasi bor. Shupka verti bor. Оборотлari va pishtez. Hop, keyin bu yerda bolgarkasi bor. Bolgarkasi ham knopочный varianti mana. Pulga удобный. И bu yerda avto rejimi ham bor mana. Hop, keyin bu yerda pishovka chiqyapti. 4 ta batareykasi chiqyapti. Bitta 5 ta zaryadka chiqyapti. Batareykalar quvvati o'sha 1 kunga bemalol yetadi ishlatishlarga qarab. Hozir ana ikkitasini dastavka qo'yapmiz, uni aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kelishtirib chiroyli beramiz akalar.